Assalomu alaykum. Veterinariya ultratovush skanerlari xususiyatlarini tanishtirib boruvchi videolar seriyasini tayyorladik. Bugungi birinchi qismda zond turlari va chastota nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Veterinariya ultratovush diagnostikasi, ya'ni UZI, hayvonlar ichki a'zolarini yuqori chastotadagi tovush to'lqinlari yordamida real vaqt rejimida tekshirish usulidir. UZI apparati zond orqali organizmga ultratovush to'lqinlarini yuboradi. Ushbu to'lqinlar turli to'qimalardan har xil darajada qaytadi. Qaytgan signallarni apparat qayta ishlab, ekranda tasvir ko'rinishida ko'rsatadi. Bugungi videomizni Kaixin kompaniyasining 5600E model UZI skanerlarida tayyorladik. Ushbu skanerning ikki xil transrektal zondlari mavjud. Birinchisi 6,5 MHz li linear, ya'ni chiziqli zond va ikkinchisi 4 MHz li convex, ya'ni qabariq zond. Zondlar o'rtasidagi farqni tushunish uchun avvalo chastota nimaligini bilishimiz kerak. Chastota zond bir soniyada hosil qiladigan ultratovush tebranishlar sonidir. U megagerts bilan o'lchanadi. 1 megagerts soniyasiga 1 million tebranish degani. Ultratovush diagnostikasida muhim bir qoida mavjud. Chastota qanchalik yuqori bo'lsa, tasvirning aniqligi shunchalik yaxshi bo'ladi. Ammo ultratovush to'lqinining to'qimalarga kirib borish chuqurligi kamayadi. Va aksincha, chastota qanchalik past bo'lsa, ultratovush to'lqinlari to'qimalariga chuqurroq kiradi, lekin aniq mayda detallarni ko'rsatish aniqligi biroz kamayadi. Demak, yuqori chastota yuqori aniqlik uchun, past chastota esa chuqurroq tekshiruvlar uchun foydali. Va asosan veterinariya UZI skanerlarida UZI skanerlari bir nechta chastotalar diapazonida ishlay oladi. Misol uchun, ushbu 6,5 MHz li chiziqli zond 5,5 MHz dan to 9 MHz gacha va 4 MHz li convex zond bo'lsa 2 MHz dan to 5 MHz gacha bo'lgan diapazonda ishlay oladi. Endi esa ikki zond o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqamiz. 6,5 MHz li chiziqli zondning ultratovush elementlari to'g'ri chiziq bo'ylab joylashgan bo'ladi va u tovush to'lqinini parallel ravishda tarqatadi. Shuning uchun bu zond ekranda to'g'ri-to'rtburchak shaklidagi tasvir hosil qiladi. Ushbu zondning eng kichik chastotasi 5,5 MHz bo'lganligi uchun 15-20 cm chuqurlikni ko'ra oladi. Shu sababdan bu erta va o'rta bosqichdagi bo'g'ozlik, tuxumdonlar, bachadon shoxlari, folikulalar, sariq tana hamda embrion va embrionning yurak urishini tekshirishda ustun hisoblanadi. 4 MHz li convex zondning ultratovush elementlari esa egri chiziq bo'ylab joylashgan bo'ladi hamda u tovush to'lqinini kengayib boruvchi xususiyatda tarqatadi. Shu sababdan bu ekranda boshlanish kichik, keyin kengayib boruvchi oysimon tasvir hosil qiladi. Bu kengroq maydonni ko'rish imkoniyatini beradi. Bu ushbu zondning eng kichik chastotasi 2 MHz bo'lganligi uchun 30-35 cm chuqurlikni ko'ra oladi. Shu sababdan convex, ya'ni qabariq zond bizga o'rta va kech bosqichdagi bo'g'ozlikni tekshirishda hamda ichki tana a'zolarini tekshirishda ustun hisoblanadi. Birinchi qismimiz shu bilan tugadi. Siz endi ikki zondni bir-biridan farqi hamda chastota nimaligini bilib oldingiz. Keyingi videolarimizda UZI skanerlarning boshqa xususiyatlari va imkoniyatlarini tanishtirishda davom etamiz. Siz bizning kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha